Ko'ngillarga hayajon solgan bu muborak tong. Bugun bir yigitning hayotida eng unutilmas, eng baxtli kun, to'y kuni. Mana u orzularini yuragiga jo qilib baxt sari qadam tashlamoqda. Kuyovlik libosida nafaqat husn, balki mas'uliyat, orzu va muhabbat mujassam. Har bir tugmada orzu, har bir qadamda hayajon, har bir nigohida kelajakka bo'lgan umid. Bugun u shunchaki kuyov emas, bugun u sevgan yorining baxti uchun intilayotgan, yangi oila poydevorini qurayotgan inson. Ona duosi, ota faxri, yaqinlar ehtiromi ila u muhabbat manzili sari kelinni olib kelishga shaylanmoqda. Bugun ikki qalbning bir taqdirga aylanadigan ona. Bugun muhabbatning eng go'zal fasli. Yo'lingiz nurli, muhabbatingiz abadiy bo'lsin. Bugun boshlanayotgan oilaviy hayotingiz baxt, sadoqat va muhabbatga to'lsin.